Nima uchun kir sovuni ko'plab foydali xususiyatlarga ega? Kir yuvish sovunini qachon ishlatish mumkin? Kir sovuni qanday kasalliklarda yordam berishi mumkin? Uni qo'llashda qanday qarshi ko'rsatmalar mavjud? Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, shu kabi ko'plab savollarga javob topasiz. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Xushbo'y sovunlar haqida juda ko'p maqtovlarni eshitamiz. Biroq biz kir yuvish sovunini ham qancha maqtasak kam, chunki u ko'plab vazifalarni bajarish xususiyatiga ega vositadir. Undan maishiy, tibbiy va kosmetik maqsadlarda foydalanish mumkin. Nima uchun kir sovuni juda ko'p foydali xususiyatlarga ega degan savolga javob izlaymiz. Do'kon javonlarida ko'pincha turli xil sovunlar bo'ladi. Sovun ustiga bosilgan raqamlar undagi yog' kislotalarining foizini anglatadi. Sovunning 3 turi mavjud: 65%, 70 va 72%ligi. Xo'sh, ularning tarkibi qanday? Kir sovuni quyidagi tarkibiy qismlarga ega: qo'y, mol go'shti va baliqdan olinadigan tabiiy yog'lar ishlatishdan oldin tozalanadi. Kaolin kislotalarini neytrallashtiradi. Tarkibida natriy, shuningdek yog' kislotalari mavjud. Qolaversa suv va soda. Bunday tabiiy murakkab tarkib ayniqsa uy ehtiyojlari uchun kir sovunidan keng foydalanishga imkon beradi. Bunday sovun kamdan kam hollarda allergiya keltirib chiqaradi. Kir yuvish sovunini qachon ishlatish mumkin degan savolga kelsak, ushbu mahsulot quyidagi foydali xususiyatlarga ega: mikrob va viruslarga qarshi, zamburug'larni yo'q qiladi, yaxshi tozalaydi va oqartiradi, terining qayta tiklanish xususiyatlarini yaxshilaydi. Bunday xususiyatlar uyni tozalash, kir yuvish, idishlarni tozalash, hayvon parazitlarini yo'q qilish vositasi sifatida xizmat qilishda bebahodir. Sovun eritmasi yordamida oshxonaning kir yuzalari, plitka bilan qoplangan devorlar va sanitariya texnik vositalari tezda tozalanadi. Shuningdek, kir sovuni tibbiy va kosmetik maqsadlarda ham ishlatilishi mumkin. Unday bo'lsa, kir sovuni qanday kasalliklarda yordam berishi mumkin? Kir sovuni yordamga keladigan ba'zi muammolarni sanab o'tamiz. Birinchidan, muammoli terini tozalash. Antibakterial xususiyatlari husnbuzar va pufakchali follikulalardan xalos bo'lishga yordam beradi. U tananing barcha qismlarida ishlatilishi mumkin. Bunday holda siz 72% sovundan foydalansangiz yaxshi. Avval qo'llaringizni yuving, keyin ularni ko'piklang va muammoli joylarda qo'llang. So'ng iliq suv bilan yaxshilab yuvib tashlang. Ikkinchidan, ushbu sovunning zamburug'larga qarshi xususiyatlari aksariyat infeksiyalarni yengishga yordam beradi. Gigiyena muolajalari uchun oddiy sovundan foydalaning. Uchinchidan, kir sovuni virus va zamburug'larga qarshi xususiyatlarga ega. Shuning uchun hattoki hayvon tishlab olganda yarani sovunli suv bilan yuvsa bo'ladi. Faqat buni bir necha marta bajarish kerak. Avvalo, bu vosita hayvon hujumi paytida odamga yuqadigan quturish va boshqa yuqumli kasalliklarning oldini olishi mumkin ekan. Mushuklarning tirnashidan qolgan yaralar kir sovuni bilan dastlabki ishlov berish orqali yaxshilanadi. To'rtinchidan, kir sovunining samarasi jiddiy bo'lmagan kuyishlarning oqibatlarida yordam beradi. Bunda shunchaki kuygan yuzani eritilgan sovunli suv bilan artish kerak. Beshinchidan, bo'g'inlardagi og'riqni tinchlantiruvchi ta'sirga ega. Siz shunchaki kir sovuni eritmasini qo'llashingiz yoki undan damlamalar bilan birgalikda foydalanishingiz mumkin. Masalan, moychechak bilan. Buning uchun moychechak damlamasini tayyorlang. Unga maydalangan kir sovunini qo'shing. 1,5 litr qaynoq suvga 2 osh qoshiq moychechak talab qilinadi. Bo'tqasimon holga kelgunga qadar kir sovuni qo'shiladi va og'riyotgan joyga surtiladi. Kompress tayyorlanganda esa 2-3 soatga qoldirish mumkin. Oltinchidan, u burunni tozalaydi va sekretsiya ajralishini osonlashtiradi. Bu esa gamoritning oldini oladi. Buning uchun siz sovunli eritma tayyorlashingiz va u bilan burunni kuniga bir necha marta yuvishingiz mumkin. Ko'pikni oddiygina burun shilliq qavatiga ham surtish mumkin. Bu aynan o'sha yerda joylashgan mikrob va viruslarni yo'q qilishga yordam beradi. Yettinchidan, iste'mol sodasi va sovunli vannalar oyoqdagi yaralarni yo'qotishga yordam beradi. Oyoq terisini yumshoq qiladi va zamburug'lardan xalos etadi. Aslida bu sog'lom hayot sari qadam bosishda. Kir sovunidan foydalanishingiz mumkin bo'lgan usullarning ayrimlari. Ammo har doim ham kir sovunini qo'llab bo'lmaydi. Sababi uni qo'llashda qarshi ko'rsatmalar mavjud. Agar teringiz quruq va sezgir bo'lsa, ushbu mahsulotni ishlatmaganingiz ma'qul. Tez-tez qo'llash esa terining tabiiy himoya xususiyatlarini, ya'ni lipid qatlami va foydali bakteriyalarining yo'qolishiga olib kelishi mumkin.
Kir sovunidan foydalanganda, uni ishlatgandan keyin sovun qoldiqlarini yuvish uchun terini iliq suv bilan yuvish kerakligini ham unutmang. Sovundan foydalangandan so'ng teriga neytral krem surting. Shu bilan birga kir sovundan foydalanish amaliyotlari har kuni bajarilmasligi lozim. Uni kun oralab yoki haftada 1-2 marta qo'llang. Tavsiyalarga amal qilsangiz, kir sovuni nafaqat xo'jalikda, balki boshqa ba'zi muammolarni hal qilishda ham sizga yordamchi bo'ladi. Biz esa sizlar uchun bundanda foydali va qiziqarli ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha.